olyapsiz ekan. Yaxshi qiz, yuring aylantirib kelaman. Yo'q, keta qoling, o'zingiz kelib qoladi. Hech bo'lmasa telefon nomeringizni berarsiz. Mayli, bering. Xat kechira telefon qiling. Bo'ldi, o'zi kechroq telefon qilaman. Nima bu ahvol? Nima bu kiyinish? Bu stil-ku, siz qayerdan amilardingiz buni? Sal yopiqroq kiyinsang bo'lmaydimi? Qani ro'mol? To'ydan keyin xo'jayinchilik qilasiz. Qishlog'imiz yozamon ortda qolgan. To'g'ri, bu stilni tushunmasligi mumkin. Namondan ham orqada qolgan bo'lishim mumkin. Qishloq ham bo'la olaman, lekin hech qachon dayus bo'la olmayman. Shu darajada nafratlanaylik, dayyus bir hezala isbot bo'linadi. Hazar qilaylik bunaqa. Bu oddiylashib boryapti bugun. Qanaqadir oddiylashib boryapti. Jamiyatda bemalol yuribdi. O'rtoqlari bilan, oshnalari bilan to'yda o'tirib. Shunday kelsa turib ketish kerak. Ki shu ishda bir rasvoligini his qilsin.